Assalomu alaykum azizlarim. Yangi kun muborak. Mehri daryo, zaboli shirin, yuzlari nurli, iymonli, dilga yaqinlarim. Allohim sizlarga sog'lik, salomatlik, qalbingizga xotirjamliklar va dunyodagi barcha yaxshiliklarni sizga tilagan holda qalbimizdan chiqayotgan har bir so'zlarimizni, tilaklarimizni sizga hadya qildim. Marhamat qabul qiling. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Bugun 29-oktyabr sanasi bilan o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Mahmud Qubul bobo bilan bog'landikmi? Ha. Bobojon, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Rahmat. Agar ijozat bersangiz, qimmatli vaqtingizdan 10 daqiqasini biz uchun ajrata olasizmi? Rahmat, mayli. Xo'p. Ayni daqiqalarda sizni ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan kutilmagan tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyihaning boshlovchisi Kamolaxon bilan suhbatdasiz. Xo'p. Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim joningiz sog' bo'lsin. Bunday yoshlarni yana ko'pini ko'rib yurishlik nasibi ro'zi aylasin. Bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin bir insonlaringiz tomonidan siz uchun atalgan samimiy tabriknoma, dilnomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabrik xatlarini sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim, endi jiyanlardan nima qilganman, qizlardan qilganman, ulardanmi? Albatta, jiyanlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Jiyanlarimdan eng nima qiladigani shu Flora bo'lsa kerak-da. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Yana bilmadim, Shozaxon bo'lishi mumkin. Albatta, mashalloh, sizni yaxshi ko'ruvchi jiyaningiz Shohjahon tomonlaridan va ularga qo'shimcha Mavjuda singlingiz va Shohbozjon jiyaningiz tomonidan siz uchun atalgan samimiy tabrik xatlari yetib kelgan. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan tabrik xatlarini sizga Alloh qodir qilgungacha yetkazib qo'ysam maylimi? Xo'p. Unda men o'qishni boshladim, tinglab turasiz? Xo'p. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan insonimiz, tog'ajonimiz. Sizni bugungi unutilmas shodlik ayyomingiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin. Oilaviy quvonch, shodlik sizni aslo tark etmasin. Bizni va barcha yaqinlarimizning baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Qalbingizda oshkora-yu pinhona bo'lgan barcha yaxshiliklarni sizga tilaymiz. Allohim o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Ilohim mana shunday qadrdonligimiz, mehrimizga yomon ko'z va nazarlar tegmasin. Ilohim mehr oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Hamisha mana shunday mehr oqibatimiz, yaqinligimiz abadiy bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Oila a'zolaringiz bilan haj va umra safarlariga borishlik nasib aylasin. Topganlaringizga Allohim barakotlar bersin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, tog'ajon. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech qachon, hech vaqt. Oshufta qalbingiz to'ymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim tog'ajon. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni, lolalar chirmasin izlaringizni. Kulgu tark etmasin yuzlaringizni. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, tog'ajon, deya mana shunday samimiy dil izhorlarini siz tomon yo'llab qo'yishimizni so'ragandilar. Rahmat. Avvalambor singlimga, Mavjudaga, undan keyin jiyanlarga, Shozaxon, Shohur ularga.
Albatta, ularga ham Hammasiga. aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz Rahmat. bo'lsa, barchasini hozir yo'llashingiz mumkin. Suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng o'zlari ham eshitadilar. Rahmat. Undan keyin Kamol akaga ham rahmat. Shunday qilib aytish uchun nevaraga. Rahmat. Nasib ular ham qo'sha qilsin, minglarga kirsin. Rahmat. Ishdan chiqarmay shunday nima qilgani uchun. Katta rahmat. Senga ham. Rahmat. Ishlaringga muvaffaqiyat. Hamisha mana shunday yaqinlaringiz mehr ardog'ida, e'zozida bo'lib yashang. Oilangiz, yaqinlaringiz bag'rida o'tayotgan har bir kuningiz nurlarga, quvonchlarga to'lib tashaversin. Siz bilan samimiy suhbat davomida boshlovchi Kamolaxon bo'ldi. Sizga ham mana shunday samimiy suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat senga ham. Ishlaringga omad. Undan keyin undan ham yaxshi omad yor bo'lsin senga. Rahmat. 100 yoshga to'lganingizda ham mana shunday tabriklash bizlarga nasib aylasin. Shunday bo'lsin. 100 ga kirganimda ham Kamol aka xuddi hozirgiday yosh bo'lib meni tabriklasin. Rahmat. Sog' bo'ling. Meni sindirlarga kirsin. Rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Bo'pti, rahmat. Kenglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Bo'pti, rahmat. Rahmat. Kenglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'pti, sog' bo'ling. Sabab bu hayotda baxtiyorman. Mehribonim, jigarlarim, og'alarim. Najotimsiz sizdan har dam minnatdorman. Menga ikki qanot bo'lgan tog'alarim. Gar yiqilsam eng birinchi qo'lin cho'zgan. Qayda bo'lmay jiyanim deb turgak bo'lgan. Omad tilab doim duolar qilgan. Hayotimga hayot bo'lgan tog'alarim. Boringizga shukr deyman jigarlarim. Siz borsizki ko'ksim osmon tog'alarim. Boringizga shukr deyman jigarlarim. Siz borsizki ko'ksim osmon tog'alarim. Uzolmasman hech bir zamon sizdan qarzim.